63 ming dollarga Novostroykada 2 xonali xonadon sotuvga qo'yildi. Biz Mirzo Ulug'bek tumani Feruza 1 massiviga keldik va 5-etajda 2 xonali umumiy maydoni 42 kvadrat bo'lgan xonadon sotuvga qo'yildi. Video obzorimiz koridordan boshlaymiz. Ko'rayotganingizda bu yerda kafel qo'yilgan, patologimizda o'zining podsvetkalari bor va bu yerda cho'pli polli uskunalari turibdi. Kirchimiz bilan chap qo'limizda umumiy sanujelimiz joylashgan. Sanujelimiz juda ham chiroyli qilingan, polni kafelli deb patologda o'zining podsvetkalari bor va bunaqa chiroyli oynalar ham qo'yib berilgan. To'g'rimizda umumiy zalimiz, ko'rayotganingizda bu yerda chiroyli lyustra qo'yib berilgan. Bu yerda dekorativniy 3D devorlar va televizorlarga ham joy qoldirilgan. Zal kuxnya bilan studiyni qilingan. Bu yerda konturli kacholimiz. Har bitta xonamizda cho'pli pol bor. Xonadonimiz issiq va har bitta xonada o'zini oynalari ham mavjud. Ko'rayotganingizda remontimiz juda ham chiroyli, oq rang tanlagan va patologda ham o'zining podsvetkalari bor. Keyingi xonaga keladigan bo'lsak, bu родительская spalnya. Bu yerda ham o'zining oynasi bor, radiatorga joy qoldirilgan va bemalol mana bunga встроенный garderob qo'ysa bo'ladi va mana bunga двухспальный kravatlarni joylashtirsa bo'ladi. Xonadonimiz yangi, hali hech kim yashamagan, Novostroykada joylashgan, narxi juda ham zo'r, 63 ming dollar.